Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Qo'qon shahar Arziktepa hududida joylashgan 9,5 sotixli hovlimiz sotuvda. Ushbu hovlimiz Arziktepa 18-hovli sotuvda. Birgalikda to'liq video ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Xonadonimizga kirib kelish darvozaxonasi plitalarigacha qilingan ushbu hovlimiz. Ko'rishingiz mumkin. Landshaftlar o'ziga yarashib turibdi. Bolajonlar uchun basseynlarigacha bor. 9,5 sotixli hovlimiz bo'ladi. 9 ta uyi bor, 3 ta sanuzel, 2 ta kuxnasidan iborat. Bitta zimniy, bitta letnik holatda bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Darvozaxonadan kirar ekanmiz, ro'parada ikkinchi qavatda bitta kengina shu ko'rinishdagi zali bor. Uni oldida bo'lsa yana bitta zal, pastda keldi-ketdi uchun sanuzel, uning uch tarafida bo'lsa letnik kuxna, chap tomonda bo'lsa zimniy kuxnasi. Uni oldida bo'lsa shu holatdagi xonalari bor, ko'rishingiz mumkin. Ikkinchi qavatga chiqar ekanmiz, keng, baland xonalar pishgan ashdan pishiq qilib qurilgan ekan. Ko'rishingiz mumkin, shunaqa keng xonalar bo'ladi. Uni ichida bo'lsa o'zini sanuzeli bilan birgalikda. Ushbu joyimiz lokatsiyasi Glavniy yo'lda bo'yida Astepa choyxonasining orqasidagi birinchi liniyadagi mahallada bo'ladi. 9,5 sotixlik narx-navolarga keladigan bo'lsak, $220 ming bilan sotuvda. Kimga ma'qul kelsa, pastda joy egalari raqamlari bilan beramiz. Kelib, ko'rib, baraka qilib olishingiz mumkin.